Salom do'stlar, videoni boshlashdan oldin Fortnite o'yinining qisqa multfilmini tomosha qilamiz. Save yourself! If I don't stop this, it could destroy all existence. You have your orders. Now get out of there. I'm gonna do what we should have done from the very start. I'm going to the 7th. You took an oath. You're betraying everything we stood for you. I'm gonna need that. Over here. Gotcha. Do not from the 7. Jones! There goes nothing. Come on. Unbelievable. It actually worked. Look, I know you have no reason to trust me, but... Oh, no. Hang on. Let's talk! Let's talk! That's our ticket home. Do not make me regret this. Go! Go! Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up. Hammaga salom, sizlar bilan Prince o'z kanali. Demak, bugun biz sizlar bilan PUBG Mobile o'yinida emas, balki Fortnite o'yinini o'ynab, obzor qilib, test qilib ko'rsatamiz. Ya'ni qanaqa o'yin u, yaxshimi o'yin, yomonmi, PUBG dan yaxshimi, yo'qmi, shu savollarga javob topamiz. Lekin videoni boshlashimizdan oldin, ya'ni to'g'ri ketishimizdan oldin, men Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Videoga like bosinglar, YouTube kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Biz hamda ko'tarilaylik, bundoq 20 mingta, 50 mingtalik chiqaylik. Xo'p, Telegram kanalimga kelsak, mana ko'rishingiz mumkin, men Fortnite o'rtab turgan Telegram kanalimga tashlaganman. Nima uchun Fortnite degan savolga kelsak, chunki Fortnite dunyoga mashhur o'yin edi Amerikada. O'shanga qiziqib tortib ko'rdim. Sizlarga ham shuni ilindim, to'g'risi. Mana Telegram kanalim haqida gaplashsa, eng so'nggi yangiliklar bor. Mana AVM Godzilla skini, McLaren mashinasining rasmiy treyleri va yangiliklar. Xo'p, demak, bizga Fortnite ortishimiz uchun tap kerak. Tapni ham Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. O'shaning uchun shuni qirib skachatib qo'ysanglar, videoni ko'rib tugatganingizcha o'zi tortib qolinadi. Demak, poisk bo'limiga o'tamiz. O'ng tomon tepadagi va u yerga Fortnite deb yozamiz. Yozganimizdan so'ng bizga ko'p narsalar chiqadi, lekin bizga birinchisiga kiramiz. Games bo'limiga o'tib, shuna Games o'sha Fortnite ustiga bosamiz. Shunda u yoqdan bossanglar bo'laveradi. Xo'p, bu yerda endi nima qilamiz? Menda open chiqyapti, sizlarda bo'lsa download chiqadi. Nimaga download chiqadi? Chunki sizlar hali tortib o'rnatmagansizlar, akalar. Xo'p, 175 megabayt atrof bo'lishi kerak, adashmasam. Plus tortasizlar.
va o'yinga kirasizlar. Kirganinglardan so'ng men Game Turbom ishlamadi. Yo'q, ishladi, просто sizlarga maqtanmoqchiman, to'g'risi. Redmi smartfonimni chuv deb kiradi. Ovozi eshitilmadi, endi mayli nimayamdirdik. Xo'p, menda qanaqa o'yinlar bor? PUBG bor. Keyin Game for Peace, aytib qo'ydim, mayli, kitayskiy PUBG bor. Keyin global PUBG bor va Fortnite va beta PUBG. Aytgancha, kitayskiy PUBGni ham obzor qilaman, kanalga yozib qo'yinglar. Uni ham obzor qilmoqchiman, faqat kirolmayapman-da. Tortib qo'yganman. Xo'p, nima uchun Redmini maqtayapman? Chunki Redmida shunaqangi zo'r narsalar bor, qaranglar. Samsungda bormi? iPhone'da bormi shunaqa narsalar? Qaranglar, hamma narsani to'g'rilab nastroyka qilsanglar bo'ladi, albatta chegara bor. Mana smartfonim Redmi K40. Bu qanaqa smartfon bo'ldi ekan? Endi eshityapman deganlar diqqatiga, men shunda bundan oldin video qilganman, o'shanga kirib ko'rishingiz mumkin. Pro mode, customize, allambalo narsalar bor ekan. Endi bilmadim bular nima. Mana sensorni masofasi bo'lsa kerak, yarkost, allambalo narsalar. Tushunmayman to'g'risi. Tushunaman, agar o'qisam o'qigani erinayapman to'g'risi. Wedding Games, yo'q, bu bizga kerak emas narsa ekan. Hozir shuni tagidan olamiz. Endi ovozi keyin yozishi minus tomoni shu-da. Shunaqa. Qachon olinishi ham bilmaysiz. Kaymaslar yozyapman ovozimni. Xafa bo'lmaysizlar, shunaqa gapirib qo'ydik, odatim bor. Xo'p, demak, Fortnite o'yiniga kiramiz. Kirganimizdan so'ng bizga qo'rqitmoqchi emasman, lekin bu haqiqat 8,5 gigabaytli yangilanish so'raydi. 8,5 gigabayt. Orada registratsiya ham qilasizlar. O'sha link berib qo'yadi. Xullas, registrga kirib saytdan registratsiyadan o'tasizlar. O'sha joyni ham video qoldim, o'sha joy o'chib ketib qoldi. Endi hozir video qila olmay qoldim. Uzr-asizlar, chunki aniq bilaman, hech kim bu o'yinni tortib ko'rmaydi. Chunki hech kim shuncha gigabaytni tortishga chidolmaydi, chunki internetimiz ham qimmat, ham sekin. Xo'p, bu meni akkauntim Prince.uz. Birga o'ynamoqchilar, ya'ni Fortnite borlar, menga bemalol druzya tashlaverasizlar. Baribir o'ynamaymiz, sababini keyinroq aytaman. Keyinroq ko'rasizlar sababini. Shunaqa. Xo'p, demak, o'yinga kirish jarayoni biroz cho'zilar ekan. Endi bilmadim. Tak, kira qol endi. Mana bu Fortnite 30 FPS'li o'yin. Bunda даже 40 ham yo'q ekan, qaranglar, 30 FPS ekan. Даже iPadlar qo'tyapti bu o'yinda. Epic qo'yib olganman, ya'ni eng oxirgi grafikka soyalargacha olib beradi. Nima uchun Fortnite? Voy, parashyutni qaranglar, u avtobusda sakraymiz ekanmiz. Atak haqiqiy multfilm bor-ku. Maza qilib o'ynasanglar. Xo'p, demak, tushyapmiz. Tusha qoldik. Uchamiz. Aytganchilar, kanalimga a'zo bo'lmaganlar, a'zo bo'lib qo'yinglar. Like bosmaganlar, like bosinglar. Qo'ng'iroqcha tugmasini bosinglar va boshqa do'stlarga ham jo'natinglar. Xo'p, parashyut o'rniga zo'r narsa ekanmi? Xo'p, tushyapmiz. Tak. Nima uchun Fortnite? Qaranglar, lebboy narsani buzib bo'ladi, chunki Fortnite'da va tugmalarini to'g'rilasa bo'ladimi, yo'qmi, shunisini bilmadim. O'zimga moslagan vaqtim bo'lmadi bu o'yinga. 2 kun o'ynadim, balki 3 kun o'ynagandirman. Biz narsalar olasizlar, qursanglar bo'ladi, ko'p narsalarni. Даже yerni ham buzsanglar bo'ladi bu narsa. Bu o'yinda shunaqa imkoniyatlari bor. Fortnite o'ynaganimni, ya'ni tortganimning sababi bo'lsa, PUBGdan zerikdim. To'g'risi, konfigchilar o'zingizlarga insof bersin va buni o'rgatyap turganlar sizlarga ham insof bersin. 60 FPS bilan 90 FPS dan tashqari bu konfigchilarga tegishli bu gaplarim. Chunki
balki 60 fps va 90 fps delar tushunaman, telefoninglar qotadi, lekin o'zi qolgani u nechesini igri. Demak, mana shuga otishamiz. U dushman emas ekan. Grafikani ko'ryapsizlar. Bir g'alati. Kim dushmanligini ham bilib bo'lmaydi bu yerda. Devorlar buzib bo'lar ekan. Oq odam nima qilsan sen? Men chetim bormi deyman. Qaranglar, oq odam bo'lib qoldi. Точно chetim bor. Albatta hazil. Men chetda o'ynamayman, yomon ko'raman. Bu yog'i gameplay qotdi mana. Qandaydir g'alati qotar ekan bu o'yinda. Даже PUBG'da qotmagan telefonim bu Fortnite'da qotyapti. No, videolarni ko'rdim, даже iPad'larda ham qotar ekan. Gap yo'q, lekin ana qaranglar. Biz ham hozir yasaymiz, qaranglar. Xo'p, demak, ketdik, quramiz. Videoni shu joyda biroz tezlashtirib yuboramiz. Ya'ni boshqa narsalarni ham ko'rishinglar uchun shunaqa qilib tepaga qurib chiqib ketsanglar bo'ladi. Uning uchun bizga o'tin kerak bo'ladi. O'tinda o'sha uylar buzib olsanglar bo'ladi. Shunaqa gaplar. Xo'p, shunaqa qilib qancha tepalikka chiqish mumkin? Ya'ni chegarasi bormi yo'qmi bunisini bilmadim. Bilganimda albatta aytardim. Tak, qani qancha balandlikkacha chiqa olar ekanmiz? Ishqib kimdir otib qo'ymasin. Dirdim, lekin bilaman kimdir hozir otadi. Tushib o'lamiz. Qaranglar, ketdi, tugadi. Xayr, bacha deyapti. Mana yiqildi. Xo'p, men arkada rejim qo'ydim, ya'ni bu klassik rejim emas. Bunda yana tirilsanglar bo'ladi. Mana tirilish jarayoni, yana uchyapmiz, yana boshqa joyga tushyapmiz. Demak, bu Fortnite'ni boshqa joyi. Bu qatligini ham bilib bo'lmaydi, kartasi ham bir tushunarsiz. Qanday o'ynar ekan buni odamlar? Zo'r o'yin bo'lsa kerak deb o'yladim boshida. Endi hozir bildimki, bir judayam bir multfilm va dabdala o'yin ekan. Hamma uchun har xil. Sizlarga yoqadimi yo'qmi? Bilmadim. Yoqqan bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Biz gameplayni davom ettiramiz. Ol, ana. Ochach, один kill есть уже. Bittasini o'ldirdik. Demak, borib loot qilib olamiz uni. Narsalarni olamiz. Qanday o'ladi buni? To'g'risi g'alati ekan. Demak, sizlar uchun suvda suzib ko'ramiz. Palit. Qotishini qaranglar. Bu freeze deydimi, lag deydimi? Shunaqa telefonda o'zim emas, bu o'yin. Shunaqa ekan. Qandaydir g'alati. Aytib qo'yay, slabiy telefonlar ko'tara olmaydi bu o'yinda. Wow. Qaranglar, suzishini. Voy, multfilm o. Toza multfilm. Tak, demak, chiqdik, yuramiz. O'l. Joni ketamikan buni? Yo'q, bu ketmas ekan joni. Xo'p, endi qayerga borib ko'ramiz? Dushman bor joyga borib ochib ko'ramiz-da, to'g'rimi? Men klassik rejimini o'ynadim. Klassik rejimida ham bir tushunarsiz zonaga yetib olish vashshi azob ekan. Mashina chiqmay qolar ekan. Yo'q, mashina bir joyda 50 tacha mashina turadi, bir xil joylarda vashshi mashina yo'q. Joystiklari g'alati ekan. Va o'ldi. Asab. Mayli, boshqadan tirilamiz va o'yinga qaytamiz. Endi qayerdan tushamiz ekan? Yaxshi joydan tutish. Palit tutishini qaranglar buni. Undan ko'ra PUBG o'ynaganman yaxshi, prosta. Konfigchilar insof bersin sizlarga, xullas. Xo'p, yuramiz. Kimdir otyapti bizni? Ovani. Otamiz hozir. Va qochib ketdi. Palakat. Nima sen kallingni silkayapsan menga? O'rtoqmanmi? Buni nimasi g'alati ekan. Zinasi qaranglar. Boshqacha ekan, qimmatidan ekan. Biz ham qursak bo'lardi, qurgimiz kelmadi-da biz. Xo'p, yana nima yangiliklar bor? Uje jonni qaranglar, jon ketishini. Tepada ketar ekan jon. Uje o'ldik. Qaranglar, o'lamiz. Biz o'ldirib qo'yibmiz. Ana, boshqasi o'ldirib qo'ydik.
arkada rejimi ham bir g'alati, tushunarsiz, menga yoqmayapti. Hop. Demak, zonani ko'rdinglar, shunaqa karta, shunaqa ko'rinar ekan. Yana tirildik. Mashinani ko'rsatmoqchi edim, no mashina chiqmadi, ko'rdinglar. To'g'risi mashinani ham yig'lab orasizlar meni nimami ber shuncha gigabaytdan nima deb. To'g'risi bilmadim, ba'zilarga yoqadi bu grafika ham. iPadda o'ynaydiganlar uchun ekan bu o'yin, meni shaxsiy fikrim. Giroskop ham ishlatib maza qila olmadim, chunki g'alati ishlar ekan. Balki men uchun shunaqadir, balki boshqalar uchun boshqachadir, bilmadim. Chunki hammaning o'zini shaxsiy fikri bor va men uni hurmat qilaman. Uchib ketdi. Wow. Yo'q, sherik ekan, menimcha strelkasi turibdi. To'g'risi o'yinda ham bu qatdan kelib qoldi. Tushunarsiz. Palet urib ketdi. Mazam sizlarga pro igroklar. Demak, gameplayni shu joyda to'xtatamiz, chunki menga vosh yoqmayapti o'yin. 2 kun o'ynadim, klassikada maza qildim. Baribir zerikarli o'yin ekan qandaydir. Endi Apex Legends tortish haqida shunaqa nimalarda video qilmoqchi edim, lekin menda Android 11 bo'lgani uchun Android papkalarga dostуп yopiq ekan. Ya'ni app papkaga ham даже tegib izmenit qilib bo'lmas ekan. Yo'qol. Xo'p, nima uchun men haliginda Druza tashlamasizlar dedim, chunki menga bu o'yin yoqmadi va men bu o'yinni o'chirib yubormoqchiman. Qaranglar, даже 30 FPS da. Balki shunaqa grafikani yoqtiradiganlarga bu o'yin yoqar. Demak, o'yin qancha gigabayt joy egallaganini ko'ramiz. Tak. Qaranglar, 10,5 gigabayt. 10,5 gigabayt. Qaysi o'yin, qaysi mobil o'yin 10,5 gigabaytdan ko'proq joy oladi? Wow. Prikolni da, deydi-yu. Atay gap yo'q. Shu grafikaga 10,5 gigabayt. Uvol, ishonaveringlar, uvol tortib yurmanglar. Qiziqanlar o'sha gap. Men shuni Telegram kanalimga joylayman. TikTokimni reklama qilib ketmasam bo'lmaydi, uzrasizlar. Qaranglar, TikTokimga kirib obuna bo'lib qo'yinglar, poddershka qo'yinglar. Ko'tarilamiz biz ham. Xullas, agar podpiska bo'lib, poddershka qilib, like'lar bosib tashlasanglar, eng so'nggi yangiliklar birinchi menda bo'ladi. Demak, hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Konfetchilar o'sha gap sizlarga insof bersin.